esda qolarli eng yaxshi davrlar bu meni talabalik davrim. Bu 1992 yilda men ilk talaba bo'lib Turkiyada o'qiganman. Turkiyaning o'sha birinchi yilida til o'rganganman Bursa shahrida. Undan keyin İzmirda, Balıkesirda shu yerda o'zimni ilk yilgi bilimlarimni olganman. Eng qiziqarli, eng jo'shqin davrlar bo'lgan yoshligimizda. Ko'proq sport bilan shug'ullanardim, ko'proq til o'rganardim. Maktabda fransuz tilini o'qiganman. Fransuz tilida juda yaxshi maktab davrida gapirardim. Lekin Turkiyaga borgandan keyin turk tili, undan keyin turizm yo'nalishida talaba bo'lganligim uchun ingliz tilini o'rganganman hamda ingliz tilida erkin muloqot shaklida u yerda tahsil olganman. Endi bu meni xorijdagi Turkiyada bo'lsa, undan keyin Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida ham turizm iqtisodi yo'nalishi bo'yicha tahsil olganman. U yerda ham iqtisodni, turizmni umuman olganda eng asosiy bo'lgan bilimlarimni ham Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida olganman. Hamda men ko'p talabaman, men butun umr o'qiyman. Shu bilan birgalikda bevosita ikkinchi mutaxassislik shaklida men nomidagi O'zbekiston Milliy universitetini yurisprudensiya ta'lim yo'nalishidan bitirib chiqqanman. U yerda ham 4 yil o'qiganman. Hamda keyingi talabalik yillarim ham bevosita o'sha ish jarayonida, o'quv jarayonida bo'lib, bir yilida men o'sha Avstriyada tahsil olganman. Zalsburgda Turizm Hotel Management School'da o'sha yerda talaba bo'lganman. Endi eng yaxshi davrlar, eng zo'r nima deymiz, biz aytadigan oltin davrlar o'shanda bo'lgan. Faqatgina aytishim mumkin, bitta o'sha iqtisodiyot universitetida o'qigan paytimda bir yil paxtaga borganman. Bu albatta o'sha davrni vaqti shunaqa bo'lgan, biz o'sha borganmiz. Aksariyat hollarda xorijda o'qiganimda ko'proq ilm. Men o'ylaymanki, har bir inson bu doimiy talaba. Talaba bu o'sha ilm oladigan, bilim oladigan. Biz butun umr o'rganamiz, o'qiymiz. Ustozlarni ko'pini eslayman. Aksariyatlari o'tib ketdi, joylari jannatda bo'lsin. Menga mana shunday yaxshi ilm bilimlarni, xorijiy tillarni o'rgatgan, fanni o'rgatgan ustozlarim bor. Bugungi kunda ularga doim qo'ng'iroq qilib bo'lsa ham tabriklab turaman bayramlarda. Maslahatim bu talabalarga asosan bugungi kunda ko'proq ilm bilim olishsin. Dunyo integratsiya bo'lyapti. Talabalar bilan birga mana doimiy faoliyatim, rektorlik faoliyati, rahbar faoliyati bo'lganligi birga, men o'ylayman talabalar bilan doim sport tadbirlarida, boshqa tadbirlarda xuddi o'zim talabadek his qilaman. Talabalik eng yaxshi davr. O'ylayman talabalar bugungi kunda mana shu vaqtdan unumli foydalanib, o'zlariga kerakli bo'lgan barcha dunyoni ilmlarini egallashi kerak. Qachonki talabalarimiz dunyo ilmlarini egallasa, biz keyingina mana shu avlodlarimizga munosib farzand bo'lgan hisoblanamiz. Men faqatgina til o'rganishni, dunyo kezishni orzu qilganman. Juda ko'p davlatlarda bo'ldim, xizmat safarida, o'qish bilan birgalikda. Hech qachon bir davlatga borib, u yerda dam olib, uxlab, uyquda harakatda bo'lmaganman. Doim harakat qilib, o'sha yangiliklarni o'rganib, o'shani o'zimizga tatbiq qilishni istaganman. To'g'risi aytaman, bunday olim odam bo'laman, yo shu rahbar bo'laman, rektor bo'laman deb hech ham o'ylamaganman. Ular barchasi hammasi oddiy hamda kutilmaganda bo'lgan holatlar. Ustozlarim ham aytardi, men o'sha iqtisodiyot universitetida ishlab yurgan paytimda ham xorij safariga ketish davrida kirganda, ustozimga kirganda, qaysi davlatda bo'lmagansan, sen bu yerda ham ishlashing kerak deganlardan keyin ozgina o'zimni to'xtatib turib, keyin rahbarlik lavozimlariga keyin kirishib ketganman. Shuning uchun men albatta bunda ustozlarimdan butun umr minnatdorman. To'g'ri yo'lga meni tavsiya qilib yo'naltirganlari uchun. Agarda qandaydir meni bugungi kunda yosh avlod tarbiyasiga, ta'limiga hissa qo'shgan bo'lsa, bo'layotgan bo'lsam, men buni albatta talabalarimiz shu baho beradi, men o'zimga baho bera olmayman. Men ruhlanganim
uyga qaytishdan, o'sha xorijga chiqqanimda uyni ko'p sog'inardim. Chunki maktabdan keyin edi. Ota onam, ular rahmatli, doim meni qo'llab-quvvatlardi. Men har kelganimda menga alohida uyda chorvamiz bor edi. Mana shu chorvani qurbonlik qilib, uni pulini berib, "Sen qo'shimcha til o'rganishing kerak, sen albatta yaxshi mutaxassis bo'lishing kerak" deb nasihat berardilar. Shu narsa ilhomlantirardi, vatanga qaytish ilhomlantirardi meni. Ko'p nima o'rgangan bo'lsam, shu qaytaman albatta, shu yerga kelaman, baribir o'zimni taqdirim va mamlakatim bilan degan vatanparvarlik ruhi bo'lgan. Bilmadim, bu menimcha shu ota-onamizdan o'tgan bo'lsa kerak, shu ustozlarni maktabdagi davrdan bo'lsa kerak. Vatanda xizmat qilish bu katta bir saodat hamda sadoqat deb bilaman.